Haqiqiy bu ayollar muhabbat sohibi deb atayman. Assalomu alaykum. Bugun mana biz hozirgi holatimizda Madina Munavvara turibmiz. Hozirgi bo'layotgan real holat shu 4 yillik, 5 yillik salkam ish faoliyatimiz davomida bunaqa holatda birinchi marta ko'ryapman. Bir hoji onamiz Vohadan Madina Munavvaraga yetib kelishdi. Aeroportdan avtobusga o'tirdik. Masjid Nabaviyani shundoqqina yon qismidagi o'zimizning mehmonxonamizga borib avtobusdan tushishimizga hoji onani holatini ko'rib juda ham ta'sirlandim. Ana shu muhabbat kerak bo'lsa o'zimda yo'q deb bilaman. Avtobusdan tushib yerga shunday yotib, sajda qilib, yerda o'pib, duoga xayr qilyapti. Allohga hamdlar bo'lsin, yetkazganiga shukr deb yig'lab yerda o'pyapti. Hamma hayron, 40-50 bitta odammiz, 50 bitta odam bir-biriga qaraydi xolasda, holatga qarab turibdi. Muhabbat sohibida, haqiqiy payg'ambarimiz oshiqlari, Madinaning oshiqlari ular. Birinchi marta kelayotgan ayol ekan. Barchamizga shu oshiqlikda Alloh yetkazsin. Ko'rib men juda ham ta'sirlandim.